Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Muhammad Sherazi kanalini kuzatib turgan do'stlar, akalar, opalar, ukalar, singillar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana xudo qalasa shu va'da qilganimizdek rahmatli ustozim O'zbekiston Turkmaniston Qoraqalpog'iston xalq artisti Abduqodir Tajonovni tug'ishgan singlisi mana Durdugul Hoji onamizni uyida bugun yana xursandchilik eng Durdugul opa. Şükür Xudoyima. Gözünüz aydın xorazmchasini. Rahmat, şükür Xudoyima. Sağ bo'laysiz, salomat bo'laysiz, bolalar aqllar vaqtini shu. Hemmeni Endi xudo qalasa bu cho'g'liq haq. Hava hemmeni yetkizgey. Ömrü günü bilen bergen bo'lsin. Rahmet. Hemmeniz yetkizgey. Ko'chaparır. To'ylarında yaxshilik qiluvadigan xudo qalasa yetkazdi. Alloh taolaga besab Onun ikisinin to'yi bir bo'ldi, yine 5 to'ylar ham bir bo'lib turibdi, Xudoga shukr. Hemmenizge rahmet. Şu ekemi yodlab eslaganlarga. Joylari cennette bo'lar. Xudoyim hemmenize şu insanın yolunu bergey. Bize hürmetlerini bergey Xudoyim. Her demde, her saatte uzlab. Yadımızdan çıkarılmay tutmazda iş kılıp. Endi çetemiz. Komşuluk paralarımız da yani könek paralarımız yok. Şehitleri var eken, acayip insanlar yine. Şehirler kızım var eken. Ağzı yine xudo qalasa yine. Özümü kankalık dostum, rahmetli Şakir Hayitoplu kızı Şahlakanlı xudo qalasa yine Durdugul opamni bir niyetini bir emel aşırıp yine Şahlakan'dan teklif kıldık bir güne. Şahlakan sağlık versin, selamet bulaysan, Ahmet işlerine xudo qalasa feyzini versin. İşlerin gelişi örgey. Sağ ol. Yine. Ana Duriyada Abdullah Amam girip geldi yine. Esselamu aleyküm. Evet. Evet. Esselamu aleyküm. Abdullah. Muhammed Cansız bize kazan açmayayım ahır. Ana kal. Selam vay be. Oraya karacağım. Bize hurmatli aziz dostlar, hozir şurada bir Durdugul opam bir yaxshi gap aytdi-da. Bu inson katta hajga borib kelgan inson. Turmush o'rtog'i bilan ham oilaviy haj bo'ladi. Shu insonlar bilsa bo'ldi meni qilib bergan xizmatimda. Rahmat Abdullah. Shu gapingizni qo'zg'ab berganingiz uchun. Lekin ba'zi bir bilmaydigan insonlar uchun shu narsani bilib qo'yishlaringizni sizlarga tavsiya qilamiz azizlar. Nimaga bu inson meni qayta chaqiradi? Ya bir mendan bir qo'rqadigan joyi yo'q ya boshqasi. Biladi shu inson meni kim ekanligimni. Nima uchun ortiq tajriba shu darajada berilganimi, boshqasini hammasini biladigan inson shu. Lekin ba'zi bir bilmaydigan insonlar bilib qo'yinglar. Bu dunyo barchamizdan qolib ketadi. Yana aytaman. Mendan insonlar tashab ketadi. Shuning uchun yaxshi gaplanglar, ko'ngilni qoldirmanglar. Bu dunyoda nima deb tushuntirsam ekan sizlarga. Ana xolos. Hamma mehmon. Shuning uchun rahmat. Yaxshi xudo qalasa, yaxshi. Yaxshi.